Shahar markazidan 3 xonali kvartira 25.000 dollarga chiqdi. Kredit qarz-parzi yo'q. Mana shu domimizda. Qarang, bu yerda tantana, konserva zavod, bu tomonda Verona apteka bor, bu yerda kadastr bor, bu yerda akademiya litseyi bor. Mana shu domimiz ikkinchi qavatda archalar orasida. Hozir olib kirib ko'rsaman, shoshilmasdan videoni ko'ring. Like bosib o'rtalariga tashlab qo'yasiz, sinov hech narsasi yo'q. Shunday kadastr nomingizga o'tkazib beradi. Bizga chiqib oldik. Uyimiz ikkinchi qavatda joylashgan. Bilasizlar, shaharning markazida. Bu domlar juda antikvar domlar, chunki bularning patologiya 330 bo'ladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoiti bo'ladi. Kirishimizga sanuzli bu tomon. Bu tomonda hojatxonasi. Bu yerda уже balkoni. Balkonni kuxnya qilingan. Qarang. Mana. Dayni olsangiz, archalar, toza havo. Bag'u mana balkon mana. Qatorasi. Yo'ldagida Verona apteka bor. Birinchi xonasi. Birinchi xona mana perexoshga hozir kirgan joyimiz. Bu tomonda mana ikkinchi xonasi. Ikkinchi xona kattagina. Bu uchinchi xonasi. Mana. Qarang, bu yerda mana ona Verona aptekani o'rnidan beriroqqa ko'chib oldi. Bu tomonda tantana bor. Ko'pchilik biladi. Mash turishiga aytyapti, 25.000 dollarga berib yuboraman deyapti. Вообще zo'ra, maza qilib olib yashaydi oling. Bir qator kosmetika qilib yashash kerak xolos. 25.000 dollarga 3 xonali kvartira Farg'ona shahar markazi tantanani oldida.